soat 4:00 da uyg'onib, saharlik qilib olamiz. Nafsni poklash nifoq turadi masalan. Kufrdan keyin nifoq turadi. Mana bu illatlardan qalbini poklagan odam poklab borib nafsda borib hech qanaqa kir qolmasdan u nafsga mutmain bo'ladi. Nafsni poklash qanday bo'ladi? Muhammad Taqiy Usmoniy kelganlarida Hazrat uylarida mehmon qilinganda biz so'radik. Sizlar uchun shahrimizdagi Ramazon shukuhini ko'rsatish uchun shaharga yo'l oldim. Biz Vizbaden shahridamiz. Iftorlik qoldi, уже kech tushdi. Endi taravihga ketamiz. Boya iftorlik qilganimizda videoga olishga imkoniyat bo'lmadi, shuning uchun videoga ola olmadik. Hozir endi agar o'xshasa sizlarga masjidlarning ichini va taravih o'qilishini ko'rsatamiz. Men hozir sherigim bilan taravihga ketamiz. Mana hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Ramazonga aloqador qanaqadir bayram yoki bezatilgan joylar yo'q. Tabiiy, bular milliy bayram emas-ku. Hamma Germaniyada o'zini qayerdan kelgan bo'lsa, o'zini bayramlari bilan yashab yuraveradi. Xristianlar o'zini bayrami bilan, albatta davlat bayramlari bor, bu Ramazon davlatni qiyosida emas. Sharoit ham bor yetarlicha. Borasiz, tarovih o'qiysiz, ro'za tutasiz. Shunaqa gap. أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله جند الله جند الله جند الله Buradagi masjidlar, bizning masjidlardan farqi shundaki, bu yerda masjidlar shunaqa domlarning ichiga qurilgan. Biznikiga o'xshab masjidlari bir chiroyli boshqacha emas, har xil uylar ichida joylashgan. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله. Biz hozir mana taravih namozidan chiqdik. Bu yerda taravih namozi juda ham tez o'qiladi. Bizning shahrimizda masalan tez o'qiladi, qolgan shaharlarda to'g'risi bilmadim. Va hozir soatimiz 21:35 bo'ldi. Va masjidda odam juda ham kam edi. 21-mart bugun, ro'zaning 21-kuni va O'zbekistonda ham shu kunlarda o'zi taravih namozida odam kam bo'ladi. Lekin men bunchalik deb o'ylamagandim to'g'risi. Bugun Navro'z, yangi kun, yangi yil, musulmonlar yangi yil deyshadi-ku. Yana O'zbekistonda Navro'z nishonlanyapti. Hammalar tabriklab qo'yaman. O'zbekistonda Navro'zni nishonlayotganlarga havas qilish kerak. Da. Juda ham bugun juda ham qaytgim kelib ketyapti. Sog'indi odam. Sog'insin. Hatto Yevropadamiz deb qo'yamiz, baribir ichimizda sog'inamiz. Da, O'zbekistonni baribir sog'inamiz. U yerdagi atmosfera, даже erta taravihdagi fayz boshqacha. Yo'qda boshqacha fayz bor. Bilmadim, buni gap bilan tushuntirib bo'lmaydi. Bugungi videomiz shu bilan tugaydi. Biz hozir endi uyga ketamiz. Bugungi videomizni olishdan maqsad sizlarga Germaniyada o'tgan Ramazon oyi qanaqa o'tayotganligi va buni shukuhi qanaqa bo'layotganligini ko'rsatmoqchi edik. O'zbekiston bilan solishtirgan bo'lsak, baribir O'zbekistonda juda ham boshqacha bir fayzli bo'lib o'tadi. Betdan ko'ra. Va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videolarimiz yana chiqishda davom etadi. Biz ozgina pauzadan keyin yana qaytdik. Undan keyin yana bundan ham cho'tki videolar chiqishiga va'da beramiz. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Yozgacha 1000 ta bo'lsak, bu bola yaxshi haq beradi. Men uchun ham batchiqsa bo'lib qo'ydi. Rahmat. Ciao.
videomiz tugadi. Endi hozir tungi Wiesbadenni ozgina ko'rsatib o'tib ketaman. Kechki payt Germaniya qanaqa bo'ladi? Wiesbaden, das ist mein Verein. Auf geht's, Jungs. Odatda nemislar juda ham vaqtli uxlashadi va Germaniyada unaqa tungi hayot rivojlangan deya olmayman. Katta shaharlarda, megapolislarda ozroq rivojlangan. Lekin bizanikiga o'xshagan mini shaharlarda unaqa rivojlanmagan.